Mardon opamlarni to'xtab turing Mardon opa. Bir ikkita savollarim bor. Homiladorlarga hammamizning yordamimiz tegsin deb olib qoldim. O'zi soat 10. Mardon opa qarang, Downni bir necha xil turlari bor. Ayta olasizmi qanaqa turlari bor? Down sindromni 3 xil turi bor. Klassический, translokatsionniy, mozaistskiy formasi. Mozaistskiy formasi. Klassический formasida biza uzi orqali bo'yni qalin aniqlay olamiz. yoki aplaziya yoki gipoplaziya burun suyaklari bo'lishi mumkin. Lekin mozaika formasida даже bola tug'ilgandan keyin ham uni faqat aniqlash orqali, analiz orqali aniq tashxis qo'yiladi. Bu bola tug'ilganda unchalik Down sindromiga o'xshamagan, bir tarafdan o'xshaydi, bir tarafdan o'xshamaydi. Aqlan ham unchalik zaif bo'lmasligi ham mumkin. Mozaika formasini o'zida aniqlash qiyin, Mardon opa? Aniqlab bo'lmaydi. Aniqlab bo'lmaydi desa ham bo'ladi. Unda nimada aniqlab bo'ladi uni? Uni traynoy, dvaynoy test topshiriladi. Hamma homiladorlar topshiradigan analiz. Demak shunda biz o'zida bolada qandaydir xromosom kasallik markerini ko'rsak ham, ko'rmasak ham hamma topshirish kerak ekanda. Hamma topshirishi. Bo'yin qalinligi faqat Downda emas, masalan, cho'rlik kasalligi. Boshqa kasalliklarda. Bu qiz bolalarda bo'ladigan bo'yni mundoq qanotsimon bo'ladi, bo'yi past bo'ladi. Asosan ularda yoki matka bo'lmaydi yoki kichkina bo'ladi matka. Ona bo'la olmaydi. Lekin aqlan normalniy bo'ladi ular. Qizlarda bo'lishi mumkin shu narsa. Cho'rlik kasallik. Cho'rnida. Agar Mardon opa genetik analiz, genetik testda Down sindromiga yuqori risk bersa, nima qilinadi? Amniosintez. Amniosintez.